Amir Temur Temur tuzuklar kitobi 4-qism. Xuruj vaqtida qilgan 6-kengashim. U shundan iboratki, Garimsir tasarrufimga o'tib, yaralarim tuzalgach, Balx sarhadidagi tog'lardan turib o'sha yerda qo'shin to'plab, Mavrunnahar mulkini zabt etish uchun yurish qilmoqchi bo'ldim. Kengash shunga to'xtagach, bu yerdan otlanib chiqib qarasam, men bilan faqat 40 otliq kishigina qolgan ekan. Lekin ularning barisi aslzoda, amirzoda, nasli pok yigitlar edi. Shundayin azamatlar bu og'ir kunlarda nima uchundir mendek oltin u molsiz, oziq-ovqatsiz bir kishiga hamroh bo'lib itoat qilib yurganlari uchun Tangri taologa shukrlar aytdim. O'zimcha Alloh taoloning men bilan qilarlik ulug' ishlari ko'p bo'lsa kerakkim, o'zim kabi yigitlarni menga bo'ysundirmish deb o'yladim. So'ng Balx tog'lariga qarab yo'lga tushdim. Ketayotganimizda Yildirim Qorachor no'yon avloddan bo'lmish Siddiq Barlosga duch keldim. Meni izlab sargardon bo'lib yurgan ekan. 15 otlig'i bilan kelib menga qo'shildi. Uning kelganini yaxshilikka yo'ydim. O'sha kunlari ov go'shtlari bilan kun kechirmoqda edik. Shu zaylda ilgarilab borarkanmiz, yiroqdan tepa ustida bir to'pa kishining qorasi ko'rindi. Oldimga yurganimiz sari soatma-soat ularning soni ham ortib bordi. To'xtadim. Bular kim bo'ldik ekan deb ularning oldiga qorovullar yubordim. Ular borib Amir Temurning sobiq navkari Qozonchi Bahodir ekan va jeta lashkardan 100 otliq bilan ajralib chiqib, shundan beri amirni izlab sargardon bo'lib yurgan emish degan xabar olib keldilar. Buni eshitib, yerga bosh qo'yib Tangri taologa shukr qildim. Darhol Qozonchini huzurimga olib kelish uchun odam yubordim. U kelgach, tiz urib oyoqlarimni o'pdi. Men ham uning ko'nglini olib, mandilimni boshiga qo'ydim. So'ng bu yerdan yurib Darai Arsaf degan joyga kelib tushdim. Ertasiga otlanib darani aylana boshladim. Uning o'rtasida bag'oyat xushhavo bir tepalik bor ekan, o'sha balandlikka chiqdim. Lashkarlar ul tepalikni qurshab joylashdilar. O'sha kecha juma tuni edi. Tong otguncha Xudodan madad so'rab uxlamay chiqdim. Tong otgach bomdod namozini o'tadim. So'ng qo'limni duoga ochgan edim, ko'zlarim yoshlanib, yuragim bo'shashdi. Tangri taologa yolvorib, meni bu sarsonlikdan tiladim. Duo tamom bo'lganicha ham yo'q ediki, uzoqdan bir to'p odam ko'rindi. Ular tepalikni yollab o'tib ketmoqda edilar. Otlanib, ularning kimligini bilish maqsadida orqalaridan bordim. Qarasam, hammasi bo'lib 70 otliq ekan. Ulardan so'radim: "Bahodirlar, kim bo'lasizlar?" Ular javob qildilar: "Amir Temurning navkarlarimiz. Uni izlab topolmay kezib yuribmiz." Men dedim: "Men ham amirning navkarlaridan biridirmen. Yuringiz, sizlarni uning oldiga boshlab borayin." Ulardan biri otini choptirib borib, gapimni o'z sardorlariga yetkazibdi. "Biz Amir Temurning huzuriga olib boradigan yo'lboshlovchini topdik" debdi. Ular otlarning jilovini burib, meni darhol huzurlariga keltirishni buyurdilar. Ular 3 favj ekanlar. Birinchi favjning sardori To'g'liq Xoja Barlos, ikkinchisiniki Amir Sayfiddin, uchinchisiniki Tutak Bahodir ekan. Meni tanigan zohitlari o'zlaridan ketayozib otdan tushdilar. Tiz urib o'zangimni o'pdilar. Men ham otdan tushib har biri bilan quchoqlashib ko'rishdim. Mandilimni To'g'liq Xojaning boshiga qo'ydim. Juda nozik ishlangan, oltin bilan ziynatlangan kamarimni esa Amir Sayfiddinning beliga bog'ladim. Choponimni Tutak Bahodirga kiydirdim. Ularning ko'ngli yumshab, bag'oyat ta'sirlandilar. Men ham qattiq ta'sirlandim. Paytida jamoat bilan namozni ado etdik. So'ngra otlanib qarorgohga borib tushdik. Majlis qurib to'y berdik.
Ertasi kuni Sher Bahrom ham keldi. U ilgari yoshlik qilib mendan ajrab Hindiston zaminini havas qilib ketib qolgan edi. O'z qilmishidan pushaymon bo'lib mendan kechirim so'radi. Men uni quchog'imga oldim va uzrini qabul etdim. Unga shu qadar mehribonlik ko'rsatdimki, u xijolatdan butunlay forig' bo'ldi. Xuruj kunlari qilgan 7-kengashim. Lashkarimning sonini hisoblab ko'rsam, hammasi bo'lib 313 otliq ekan. O'zimcha kengash qilib biron qal'ani qo'lga kiritib, joylashishga qaror qildim. Dastlab Alachu qal'asini egallab olishga jazm qildim. Ilyos xo'ja tomonidan Mengli bug'a Sulduz bu qal'aga qo'yilgan ekan. U yerni oziq-ovqat va yuklar saqlanadigan joyga aylantirmoqchi bo'ldim. Shu maqsadda Alachu qal'asiga yo'l oldim. Sher Bahrom va Mengli bug'a Yulduz o'rtalarida qadimdan oshnolik bo'lganidan u men qal'aga borib uni o'zimizga el qilsam deb ruxsat so'radi. Biroq Sher Bahrom qal'a atrofiga yetib borgach, menga Mengli bug'aning so'ziga qaraganda Ilyos xo'ja qal'ani unga ishonib topshirgan. Shunday bo'lgach, endi Amir Temurga el tutinib qal'ani unga topshirsa, mardlik va muruvvatdan uzoq ish bo'lur emish. Shuning uchun qal'ani bizga topshirishdan bosh tortdi, degan xabar keldi. Lekin taqdir ekan, u mening qo'shin tortib kelayotganimdan xabar topgach, ko'ngliga vahima tushib qal'ani tashlab qochdi. Ilgari mening xizmatimda mulozimlik qilgan Do'lan Javon qavmidan 300 yigit u Mengli bug'a bilan shu qal'ada edi. Kelib menga qo'shildilar. Bu yerda ko'chib Darai Suv degan joyga keldim. O'sha vaqtda Tuman Bahodirning o'g'li Amnas Balx shahri atrofida talonchilik bilan mashg'ul edi. Davrug'imni eshitib 200 otlig'i bilan huzurimga bosh egib keldi. Men unga adab berib ko'nglini ko'tardim. Shu yerdalik chog'imda Tamuka Bahodirga 3 otliq qo'shib Termiz daryosidan kechib o'tib Jeta lashkari uning ahvoli va rejalar to'g'risida xabar topib keltirishni buyurdim. Tamuka 4 kundan keyin shuni xabar qildiki, Jeta lashkari Termiz viloyatiga kelgan va xalqini talab urush talosh bilan mashg'ul emish. Buni eshitib, Daragez degan joyga borib turishni lozim ko'rdim. Keyinroq qulay fursat topib, Jeta lashkari ustiga to'satdan bostirib borishni o'yladim. Daragezga kelgach, Jayxun daryosi bo'yida joylashgan Elchi bug'a maydoniga kelib tushdim. Ilyos xo'ja Daragezga kelganim haqida xabar topishi bilanoq qo'shinidan bir necha favjni menga qarshi urushga hozirladi. Shu orada Jeta lashkarida ot surgan Amir Sulaymon Barlos, Amir Musa Barlos, Amir Jaku Barlos, Amir Jaloliddin, Amir Hinduka Barlos Jeta amirlaridan yuz o'girib, o'z askarlari bilan eski Termizga kelib tushganlari haqida xabar keltirdilar. Ular mening huzurimga yuborgan To'lan bug'a yetib kelib, mulozimatimdan bo'ldi hamda nomlari yuqorida tilga olingan amirlarning 1000 otliq askari bilan menga qo'shilmoqchi va mulozim bo'lmoqchi ekanliklarini ma'lum qildi. Men ersam ularning kelishini ishimning o'nglanishidan darakchi deb tushundim. Ular menga tunda Jeta lashkari ustiga kutilmagan bosqin qilishni maslahat berdilar. Otlanib yo'lga chiqqach ham edimki, Jeta lashkari yetib kelganini bildirishdi. Men o'z qo'shinlarimni safga tizib, dushman qarshisiga borib turdim. Ikki lashkar o'rtasida suv bor edi. G'animlarimni chuchuk so'z, shirin hikoyatim bilan o'z tomonimga og'dirib olmoqchi va ular vujudidagi yondiruvchi g'azab otini to'g'ri tadbir suvi bilan o'chirmoqchi maslahat ko'rdim. Shu tarzda ularni rom qilmoqchi bo'ldim va Jeta lashkarining sardor Amir Abu Saidga ko'p yaxshi so'zlar aytdim. U aytgan gaplarini ma'qulladi. Biroq boshqa amirlar unga qarshi chiqishib urush qilish tarafdori bo'ldilar. Buni ko'rgach mening ham shiddatli o'tim alangalanib, lashkarimni safga tizdim. Jeta lashkarini sindirish maqsadida qilgan 8-kengashim. O'z-o'zimga dedim, agar Jeta lashkari bilan jang qilsam, ular ko'p sonli bo'lgani tufayli mabodo mening lashkarimga zarar yetsa-chi. Lekin
Shu zahotiyoq g'ayratim oshdi. Saltanat da'vo qilib xuruj qilgan ekansan. Saltanat sha'ni va martabasiga loyiq ish shuki, jangga kirib, yo zafar quchib g'olib bo'lgaysan, yoxud o'ldirilgaysan dedim o'zimga o'zim. Shunday azamat qilganimdan g'animlar 3 favjga bo'linib, urush talab bo'lib turganlarini ko'rdim. Men o'z lashkarimni 7 favjga bo'ldim. 7 favjimni ketma-ket dushman ustiga tashlab turishni maslahat ko'rdim. Jangu jadal o'ti baland ko'tarilgach, amr qildimki, Xirovul favjlari pistirmadan turib g'animga o'q yog'dirsin. Shqovul va Chopovul favjlariga esa g'animning chap qo'liga hujum qilishni buyurdim. O'zim bo'lsa Javong'ur va Barong'ur favjlari bilan harakatga keldim. Birinchi va ikkinchi hamlaning o'zidayoq jeta lashkari Amir ul Marosiy Abu Saidning favji yengdim. Shu payt Haydar Andhudiy va Mingli bug'a jang maydoniga tushdilar. Ularga qarshi men o'zim yuzma-yuz chiqdim va birinchi hamladayoq har ikkalasini ham chekintirdim. Jetaning tamomi lashkari yengilib, sochilib ketdi. Saltanatni tiklash yo'lidagi 9-kengashi. Jeta lashkari amirlari ustidan g'alaba qozonganimdan keyin saltanat da'vosi bilan xuruj etganligim haqida Turon zaminidan xabar tarqaldi. Shunda men adolat bilan hukmronlik qilishga azmu jazm etdim. Saltanatimni mustahkamlash uchun to'plagan xazinalardan naqd pullar va qimmatbaho buyumlarni sipohga taqsimlab berishga va dastavval Qahlaqa qal'asini olishga qaror qildim. Lashkarga ozuqa berib, so'ng ularni safga tizdim va Jayhun daryosi bo'yiga kelib tushdim. Termiz kechuvidan o'tib, Qahlaqa qal'asi tarafiga qorovullar jo'natdim. O'zim Jayhun bo'yida bir necha kun turdim va qorovullar olib keladigan xabarni sabrsizlik bilan kutdim. Mening kelgan haqidagi xabar Ilyos xo'jaga yetgach, Bekkichikning inisi Alachun Bahodirni katta qo'shin bilan ustimga yubordi. Qorovullarim g'aflat uyqusida qolgan ekanlar. Ularning yonidan o'tib bildirmay tun qorong'usida to'satdan ustimga hujum qilib keldilar. Qarorgohim 3 tomoni suv bilan o'ralgan yarim orolda joylashgandi. Yarim orol tashqarisida qurilgan bir necha chodir jeta lashkari tomonidan talon-toroj qilindi. Omon qolgan askarlar yarim orolga ko'chib o'tdilar. Men bo'lsam jangga shaylanib tezlik bilan yarim orolning kirish qismiga bordim. Dushman mendan qo'rqqani sababli urushga botirib kira olmadi. 10 kungacha shu yarim orolda turdim. So'ng u yerdan chiqib suv bo'ylarida olachuqlar tiktirib, jeta lashkarining qarshisida bir oy davomida kuzatib turdim. Oxiri G'animning qo'rquv bosib orqasiga qaytib ketdi. Men suvdan o'tib ularning manziliga tushdim va dushman orqasidan ta'qib qilish uchun bir favj askar jo'natdim. Saltanatimni mustahkamlash uchun qilgan 10-kengashim. Jeta lashkarni mag'lubiyatga uchratganimdan keyin Badaxshon viloyatiga borib uni egallashga, bu bilan saltanat ishlariga rivoj berishga qaror qildim. Shu niyatda daryo bo'yida ko'chib Xulm degan joyga tushdim. Shu yerda Amin Qazog'anning nabirasi va qaynog'am bo'lmish Amin Husayn bilan uchrashdim. Uning sharafiga ziyofat berdim. So'ngra u bilan kengashib Badaxshonga borishga qaror qildim. Qunduzga yetib borgach, Burulday elining sardorlari menga kelib qo'shilmagunlaricha o'sha yerda kutib turdim. Kelishgach, ularning har biriga faxrli xil'atlar kiygizib, ko'ngillarini ovladim. Qo'shinimning jangga hozirligi haqidagi xabar va Badaxshon shohlariga yetgach, urushga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. O'zimcha mushohada qilib, dushman lashkari to'plab ulgurmasdan burun epchilik, o'ddaburonlik bilan zarba berib, ularning to'zitib yubormoqchi bo'ldim. Shuning uchun yurish qilib Taliqonga yetib keldim. Taliqonga kelganimdan Badaxshon shohlari xabardor bo'lgach, tinch yo'l tutib menga mulozim bo'lishni ixtiyor qildilar. Qo'llagan tadbirimdan ko'nglim to'ldi va xato qilmaganligimni angladim. Mening saltanatim butun Badaxshon viloyatiga yoyildi. Badaxshon sipohlarining aksariyati tamom xizmatimda bo'lishni ixtiyor etdilar. Saltanatimga rivoj berish uchun qilgan 11-kengashim. Badaxshon shohlari mening itoatimga kirgach, Talonga qarab yurdim. Bu mamlakatga kelsam,
qaynog'am Amir Husaynov qo'rsligidan Po'lat Bo'g'a va Sher Bahrom undan ajralib o'z ulusiga ketib qolishgan ekanlar. Bu yerdan ko'chib Dashta Ko'lank jilgasiga borib tushdim. U yerdan Jeta va Ilyos xo'ja lashkarlari ahvolini bilib kelish uchun ayg'oqchilar jo'natdim. Ular 10 kundan keyin xabar keltirdilarki, Jeta amirlari birinchisi Kuch Temur kichik o'g'li, ikkinchisi Temur Nopkon, uchinchisi Sariq Bahodir, to'rtinchisi Shingum, beshinchisi Hojibekning inisi To'liq xo'ja 20 ming otliq askar bilan Haloti va Puli Sangin oralig'ida turgan emishlar. Ular men turgan yer va lashkarim qay ahvolda ekanligini bilib kelish uchun oldimga elchi jo'natdilar. Elchini chalg'itish maqsadida lashkarimni 2 marta qayta uning oldidan o'tkaztirdim, so'ng elchiga ruxsat berdim. Keyin kengashib uning ortidan ketma-ket qo'shin tortib borishga qaror qildim. Lekin lashkarim bu borada men bilan hamjihat bo'lmadi. Lashkarimni atrofimga birlashtirmoq uchun ba'zilariga muruvvat, mehribonlik qildim. Boshqalari bilan kelishishga intildim. Yana bir guruhni esa mol va dunyo bilan o'zimga qaratib olmoqchi bo'ldim. Yaxshi so'z, ahd va paymon va va'dalar bilan qolganlarning ko'ngliga tasalli berdim. Shu payt xabar keldiki, ilgari mening navkarlarim bo'lgan To'liq Sullus va Kayxusrav Jetaning 6000 otliq askariga boshchilik qilib mening ustimga kelmoqda emishlar. Bu xabar lashkarim o'rtasida tarqalgach, ularning ittifoqsizligi yanada kuchayib sarosimaga tushib qoldilar. Lekin Amir Jako, Igu Temur, Amir Sulaymon va Amir Jaloliddin mening yonimda qoldilar.